Erkak kishiga qiyin, ayol kishiga oson deyishadi. Bu safsata. Yaxshilab eshitib oling. Erkak kishining vazifasi bitta: borib ishlash, karyerasini qilish, pulini topish. Ayol kishining vazifasi: uyni yig'ishtir, ovqat pishir, bolaga qara, bola kasal bo'lsa davola. Agar ishlaydigan ayol bo'lsa, ishga borib kel, qaynonani xursand qil, qaynotani xursand qil, qo'ni qo'shni xursand qil. Mingta zadacha. Bitta ayol bitta bolani boqishi bitta erkak kishini 2 stavka ishlashiga teng ekan. 3 ta bola bo'lsa tasavvur qiling u qancha. Shuning uchun erkaklarga qiyin degan gap bu safsata.